Bugun mana Farg'ona tumanini 6-maktabiga biz tashrif buyurdik. Bu ham bo'lsa, mana shu maktabning o'quvchisi tanlovda g'olib bo'lganligi uchun. Bilasizlar, hozir umuman prezidentimiz tashabbuslari bilan aynan jadid bobolarimizni tarixi, ularni adabiyotlari, ularni o'sha olib borgan faoliyatlari bo'yicha juda ham qattiq topshiriq bo'lgan hamma yoshu qariyu hamma mana shu jadid bobomlarimiz to'g'risidagi demak tarixiy bir manbalarni o'rganyapmiz. Shu qatorda kattalar bilan bir qatorda demak o'quvchilar ham ana shu yo'nalishda o'zlarini bir kitoblarni izlanib, o'qib, mana shu yo'nalishda o'zini iqtidorlarini namoyon qilishyapti. Mana men hozir xursand bo'lib turibman. Farg'ona tumanini yana bir maktabini iqtidorli o'quvchisi mana shu mukofotga sazovor bo'lib turishibdi. Hozir biz bilan birgalikda Jadid gazetasini tahririyatidan birga Shahriyor akazlar kelishgan. Bular Jadid gazetasi va Maktabgacha maktab ta'lim vazirligining birgalikda o'tkazgan tanlovini natijalari to'g'risida sizlarga gapirib berishadi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hammalaringizni ko'rib turganimdan xursandman. Ochig'ini aytish kerak, ustoz, mana shu tanlovda eng peshqadam qatnashuvchilar Farg'ona ahli bo'ldi. Farg'ona yoshlari, Farg'ona o'quvchilari juda peshqadamlik ko'rsatishdi. Elektron yuborilgan insholar deysizmi, pochta orqali yuborilgan deysizmi, hammasida Farg'ona birinchi o'rinda jo'natdi. Biz o'yladikki, shu taxminan 3 ta yo 4 ta o'rin Farg'onaga ketsa kerak deb o'yladik. Haqiqatdan ham shunday bo'ldi. Ya'ni ikkinchi o'rin va rag'batlantiruvchi bitta o'rinlar Farg'onaga tegishli bo'ldi. Albatta bunday bo'lishi tabiiy edi, chunki bu diyor qadimdan allomalarni, shoir yozuvchilarni bergan diyor. Xususan jadid adabiyotini o'sha ilk bayroqdorlardan biri bo'lgan Hamza Hakimzoda Niyoziy tug'ilgan tuproq bu. Undan tashqari xaziniy domla, qancha jadid maktablarini ochganlar va mana shu jadidlik harakatini boshlab bergan ulug' siymolardan biri. Va O'zbekiston xalq shoiri ustozimiz Iqbol Mirzo aytganlaridek, so'nggi jadid edi Abdulla erkinlar, jadidlar yetishmayapti jadidlar deganday, so'nggi jadidlardan yirik vakillaridan biri bo'lgan Erkin Vohidov ham aynan mana shu zaminni farzandi. Bu tanlovda hech kim yutqazmaydi. Hamma g'olib bo'ladi. Shunchaki rasmiy jihatdan kimdir faxriyorlikqa ega bo'lishi mumkin, kitoblarga ega bo'lishi mumkin, lekin eng asosiysi jadid bobolarni merosini hamma biladi, hamma o'qigan, lekin mana shu bahona yana bir qayta varoqlash imkoniyati bo'ldi. Yana bir qayta ularning fikrlari, g'oyalari bilan tanishish imkoniyati paydo bo'ldi. Va men tasavvurim bo'yicha mana shu butun O'zbekiston bo'yicha Farg'onada bu ish juda jadal tus oldi. Demak, ko'proq o'quvchilar jadidlarni merosi bilan tanishdi, yana ham yaqinroqdan tanishdi va maktublar yozdi. Demak, hozir tadbirimiz boshlashdan avval tadbirimizni bosh qahramonini chaqirsak, Dilmurodjon, Dilmurodjon qayerda? Mana biz Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida joylashgan 6-o'rta ta'lim maktabiga yetib keldik va bu yerda bizni rag'batlantiruvchi o'rinlarni qo'lga kiritgan o'quvchi Fazliddinov Dilmurodjon qarshi oldi. Mana alpomishdek kelbatli bir yigit turibdi yonimda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilmurod, tabriklayman. Sog' salomat bo'lgin, bu davomli bo'lsin, katta mukofotlarni qo'lga kiritgan. O'zi ikkalamiz o'rtamizda qolsin, u farg'onalik bo'lishdi o'zi bitta mukofot. Bir she'rdan 4 qator o'qib beraman senga. Mehri giyo tanu jonimga, bir hafta ko'rmasam devona deyman. Ona so'zin qo'shib qutlug' nomingga, Farg'ona jon deyman, Farg'ona deyman. Xumoring tutganda esu hushim yo'q. İlk sevgim kirmagan shirin tushim yo'q. Seni sog'inishdan boshqa ishim yo'q. Farg'ona jon deyman, Farg'ona deyman. Qara, Farg'ona ona deb yozsang, Farg'ona degan yozuvchi qayerda? Telefoning qidiruvda ham, nimada ham, kompyuterda ham.
Shuni o'zi mo'jiza emasmi? Buni ustiga senga mana Dilmurod deb ism qo'yishgan ekan. Shu dillarimiz murodga yetsin, shu bolada baxti kamolni ko'raylik degan orzu bilan qo'yilganda endi Shohimardon obod degan tarixiy joyda turar ekansan. Shularning hammasi o'z-o'zidan bevosita jadid degan ulug' bir harakat bilan, jadid bobolarimizni faoliyati bilan bog'liq. Chunki mana shu Shohimardonda shahid bo'lgan bobomiz Hamza Hakimzoda ham eng peshqadam jadidlardan bittasi bo'lgan. Mana shu tasavvur qilgan, sen yurgan ko'chalarda yurgan, shu ko'chalardan o'tib Shohimardonga borgan, qaytgan, mana shunday tarixiy joylardan sendek azamat yigitlar chiqishi kerak edi-da. To'g'ri bo'pti mana shu narsa. Men juda ham xursandman. Senga rahmat aytaman, ota-onangga, ustozlarga rahmat aytaman. Mana bayram arafasida turibmiz. Ustozlar va murabbiylar kuni arafasida. Mana shu ustozlarga ta'zim qilib, rahmat aytib, orzulariga yetishsin. Ustozlarning orzusi nima bo'lardi? Ularning orzusi xalq tinch bo'lsin, mamlakat obod bo'lsin, millatimiz dunyodagi eng ilg'or millatlar qatoriga chiqsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Shu ustozlarni seni ruxsating bilan kelayotgan katta bayram bilan, seni yutug'ing bilan chin yurakdan tabriklayman. Sen endi bugundan boshlab demak, jadid jamoasining a'zosi bo'lding. Sen bilan doimo fikrlashib turamiz, hamkorlik qilib turamiz. Kelajakda ham sen bilan Xudo xolasa shu agar ustozlaring rozi bo'lsa, ustoz shogird bo'lamiz. Gohida sen ustoz, gohida biz ustozlik qilib, goh pirdan, goh muriddan qilib, hop. Ustozlar tabriklayman, bayram muborak bo'lsin. Mana bu Rahmat. Tadbirimizning asosiy qismiga o'tsak ham bo'ladi. Jadid gazetasi tahririyati O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazgan Jadid bobomga maktub ijodiy insholar tanlovida rag'batlantiruvchi o'rinni qo'lga kiritgani uchun Fazliddinov Dilmurod Po'latjon o'g'li faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Endi rasmiy qismga o'tamiz. Ming marta siz bizdan, bir marta jiz biz yaxshi deydi va rag'batlantiruvchi o'ringa beriladigan 1 million so'm pul mukofotini quyidagilarga beramiz albatta. Keling. Tabriklaymiz birinchi navbatda sizni. Shunday o'g'il o'stirganingiz uchun rahmat. Butun dunyo bilimga tayanyapti va bilimni hurmat qilyapti. Qancha bilagida kuch bor insonlar 100 ta nima deydi? Bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni yiqar deydi. Xuddi o'sha ibora, o'sha maqol hali ham aktual. Mana shu bilimi zo'r yigit hali minglarni yiqadi va bizni navbatdagi sovg'amiz bor. Bilasizlar, bu kitobni juda ko'p ko'rgansizlar. Dunyoga mashhur bo'lib ketdi o'zi ham. Olib bormagan joyimiz qolmadi. Goh Turkiya, goh Ozarbayjon, Buyuk Britaniyaga ham jo'natgan joyimiz bor. Va mana endi buni faqat professor o'qituvchilar, fan nomzodlari, katta akademiklarga sovg'a qilamizda. Va bu safar istisno bo'lyapti, bo'lajak akademikka ham sovg'a qilyapmiz. Xudo xolasa. Demak, Jadid gazetasining 1 yillik eng sara maqollalarini o'zida jamlagan tilda, fikrda, ishda birlik deb nomlangan kitobimizni g'olibimizga topshirdik. Salomat bo'ling. Va qo'shimcha ba'zi kitoblarimiz bor. Albatta bu kitoblar kam bo'lib qoldi. Xonaga mana shunday o'g'ilni yetishtirib bergan jamiyatga. Bu endi xamirtushdan patirda bu. Hali ko'p bu yerda, har bittasi ichida ko'p. Hali yana ham ko'payish uchun mana ustozimiz hozirgina aytdilar. Men mana shu maktabga kitob olib kelaman dedilar. Nasib qilsa o'sha kunda men ham kelaman. Balki Marto'g'lon davlat mukofoti bilan tabriklagani kelarmiz, ha? Shu asosan shulardan iborat edi. Men Fazliddin Dilmurod Jadid bobomga maktub respublika insholar tanlovida qatnashib, rag'batlantiruvchi o'rinni egalladim. Bunda menga yaqindan yordam bergan ustozlarim, ota-onam va ko'plab kitoblardan olgan bilimlarim sababchi. Jadidlar orasida Behbudiy bobomni tanlab olganimdan maqsad, chunki Behbudiy bobomiz kutubxona va maktablar ochgan, gazeta va jurnallar nashr ettirgan, turli sahna asarlari yozgan va bu asarlari hozirgi kunda ham yoshlarning tarbiyasiga
hissa qo'shmoqda. Shunday tanlovlarni biz yoshlar uchun o'tkazib berayotgan muhtaram prezidentimizga rahmat. Hayajon rosa kuchlimanda. Bilmadim endi siz aytmoqchi Dilmurodjon deb rahmatli o'zimni onam qo'yib ketgan. Dilingga murod bo'lsin deb. Mana birinchi yutug'ini mana nishonlayapmiz. Rahmat hammaga. Sizlarga rahmat, Jadid gazetasi rahbariyatiga rahmat. Endi kelajakda bolam xudo xolasa bu boshlanishi. To'xtamaymiz. Bolamga omad, sog'lik, salomatlik ham. Keyinchalikda ustozlarning yo'lidan, shunaqa jadidlarimiz yo'lidan yurishiga tilakdoshman. Hammalarga rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu Farg'ona tumanimizning 6-sonli o'rta ta'lim maktabiga barchalaring xush kelibsizlar. Shu tadbir sabab, o'quvchimiz sabab hammamiz shu dargohda yaxshi kunlarda, chiroyli kunlarda, tinch, omon, go'zal yurtda hali diydorlashib turganimizdan xursandmiz. Jadid gazetasi tahririyati hamda O'zbekiston Respublikasi Maktab va Maktabgacha ta'lim vazirligi hamkorligida Dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida o'quvchilarda vaqtini unumli tashkillash maqsadida Jadid bobomga maktub Respublika insholar tanlovi tashkil etildi. Bu tanlovda ham bizning maktabimizning faol o'quvchilari barchasi birdek o'rin olaman deb harakat qilishdi va shu o'quvchilarimiz orasida 6-A sinf o'quvchisi Fazildinov Dilmurodjon g'olib deb topildi, ya'ni rag'batlantiruvchi o'ringa ega bo'ldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu o'quvchimiz o'zi juda ham ilmga chanqoq, barcha fanlardan a'lo baholarga o'qiydi. Jamoa ishlarimizda ham juda ham faol ishtirok etadi va kelgusi ishlarida bu o'quvchimizga omad tilab qolaman. Kelgusida yana hamda yuqori marralarni zabt etishini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat. Mana yuqorida aytib o'tdilar, haqiqatda mana shu tashabbus boshlangandan keyin bizni viloyatimizda yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, Jadid bobomga maktub tanlovi bo'yicha olib borilayotgan albatta targ'ibot, tashviqot ishlari albatta birinchi o'rin tutadi. Bolalarimizni eng quyiga tushishiga sababchi bo'lish uchun ham yuqoridagi bizga yetkazib berilayotgan topshiriqlar albatta o'z o'rnida bo'ladi. Shu Behbudiy haqida 6-sinf bola gapiryapti. Bu bizning katta yutug'imiz albatta. Behbudiy bobomiz haqida gapiryapti-da. Biz buni kerak bo'lsa katta odamlarga ham targ'ib qilishimiz kerak. Ular bilish kerak, haqiqatda jadidlarimiz izidan borish kerak bo'ladi. Bugungi tashrif uchun, bugungi tadbir uchun, bugungi e'tirof uchun, e'tibor uchun siz azizlarga, barcha rahbariyatlarimizga, muhtaram prezidentimizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz va yoshlarimizga berilayotgan ta'lim, tarbiya bilan bog'liq masalalarda berilayotgan e'tibor uchun faqat tashakkurlar aytamiz xolos. Rahmat sizlarga.